Avtosanoat O'zbekistonga nimaga kerak? Davlatimizni nima bilan qudratli qiladi deb so'rasanglar, avtosanoat sohasi rivojlangan davlatlarni oladigan bo'lsak, hammasini metallurgiya sohasi, neft-ximiya sohasi, elektrotexnika, yengil tekstil sohalari, rezina texnika deymiz, yo'nalishlarni rivojlanishga majbur qilgan. O'z o'rnida ta'lim rivojlanadi. Bizda ta'lim rivojlangandan keyin qo'shilgan qiymat yuqori hosil qiluvchi mahsulot chiqarishga ega bo'lamiz. Ya'ni davlatimizdagi har bir ishchi o'rin hosil qilayotgan mahsuloti yuqori foyda keltiruvchi ishchi joyiga aylanadi. Avtosanoat mana nimaga kerak? Ta yangi texnologiya deymiz, 12 ta bu texnologiyalarga ega emas edik. Unaqa zavodlarimiz yo'q edi. Eng asosiysi unaqa ishni qila oladigan mutaxassislarimiz ham yo'q. Mana hozir bu hammasi bor. Тюркский автопром развивается. Это, конечно, для Узбекистана, Азербайджана, Казахстана. Это, конечно, для нас новшество. И заодно, как говорится, братские народы вместе развивают свою промышленность. Впереди нас ждут еще успехи серьезные. Ishonish qiyin bo'lgan narsa, mana hozir General Motors rahbariyati bilan gaplashib o'tirgan, bular ham ishonmagan. Biza shu qisqa muddatda 3 yilda, mana 20-yil boshlangan bu proyekt, ikkita yangi texnologiyali mashinani ishlab chiqara olamiz. Chunki sifatni yaxshilab oldik. Berutda birinchi o'rinda. Onyx mashinamizni ishlab chiqarish uchun ularni davlati 50 million dollar pul berdi. Mashinamiz yomon bo'lsa, biz birinchi o'ringa bo'la olmaymiz. Bitta Hyundai bor, Kia bor. Xudo xolasa bizlarga doim arzon bo'ladi va sifatli bo'ladi. Birinchi ishlab chiqarilgan Onyx avtomobili. Rulni ko'rasizlarmi akalar? Ruli menga yoqdi. Gap bo'lishi mumkinmi? Tashqi vidi va salon interyerlari menga birinchi shu yoqdi. Hamda turbo dvigatel bo'lgani sababli shu usturi mashina. Haydab ko'rdik aka, yaxshi zo'r, uzoq kutilgan. Kutganga arziydigancha zo'r chiqqan, ayniqsa ana 1-2 turboligi yoqdi. Onyx'ni eng full varianti premyera bo'ladi. Necha sekundda 100 ga chiqadi? Tekshiramizmi? 1, 2, 3 ketdi. Gap yo'q, lekin surib qo'yar ekan akalar. Мы сегодня провели тест-драйв, ознакомились полностью со всем циклом производства, с локализацией на предприятии. Поэтому действительно очень вдохновлены. И ту же самую работу нам необходимо будет проделать и в нашей республике.